Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Mani sizga murojaatim, siz chiqargan qonunga ko'ra 30 yoshdan o'tgan ayollarga uy-joy ta'miri, sharoiti og'ir ayollarga uy-joy ta'miri uchun yordam bor deb qaror chiqargan ekansiz. Men bir yarim oydan beri ayollar daftarga kirgizinglar. Uyimdan suv o'tibdi, sharoitim shu ahvol, do'klan ustigacha suv o'tibdi deb bormagan joyim qolmadi. Hech qanaqa deydi. Unaqa gap yo'q, prezidenti qarori yo'q unaqa deyishib, yordam rad etilib kelyapti. Ko'p joyga murojaat qilganimda menga dalolatnoma kelib, qog'ozga qo'l qo'ydiribdilar, yordam berildi, rahmat deb yozib berasan deb meni majburlayaptilar. Kelib qo'l qo'ydirib yozdirib ketdilar. Ramazon hadyasini berib. Unaqa men aytdim, o'sha uy-joyim ta'miriga yordam beringlar desam, unaqani qonun yo'q. Unaqa gap yo'q deyishyapti. Bizga nima qiladigan, yordam beradigan tashkilotlar bormi? Mahalla yettiligi bo'la turib, bila turib sharoitimizni unaqa gap yo'q, unaqa nima yo'q deyishyapti. Bitta men emas, mendaqa ayollar nechta qishloq joyida. Eri nogironi bor, sog'ligi yo'g'i bor. Biza hech kim gapirmasa, ular o'zini bilganini qilaveradimi? Bularga chora ko'rayikon, gapirayikon, yo bizaga bir yo'l yo'riq ko'rsatayikon tashkilotlar ham bormi? Hurmatli prezident, iltimos, masalamizga yechim berishni so'raymiz. Siz chiqargan qonunlar yo ishlamaydimi, yo ular aytganday yolg'on gapmi hamma narsa? Qayerga murojaat qilsak borib, bilmayman nima deylar, nima qo'yalar, kelib urush qilib ketadi mahalla.